qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja iliq atrofida. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq atrofida. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 daraja iliq. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja iliq atrofida. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq atrofida. Va poytaxtimiz Toshkentda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi esa 13